Hozir sizlar bilan Ostikami qiynaymiz a. Tushunishingiz uchun Ostikam shirinliksiz yasholmaydi. Siz bilan sport o'ynaymizmi Ostika? Yo'q. O'ynaylik. Qanaqa? 5 kun shirinlik vobshe yemaysiz. Shirin choy ham ichmaysiz, boshqa narsa ham qilmaysiz. Xullas shirin narsa mumkin emas sizga 5 kun. Menga nima to'lqindan voy? Men $200 beraman agar 5 kun shunaqa yura olsangiz. Bo'l erkakchasigami? Da. Ha. Bo'l 15-da kechqurun 12da shirinlik yollayman. Da. Bosib yeyman-ku. Bo'ldi. Ketdi, aka. Bular oson deb o'ylayaptilar. Qarang, sizlarga ham oson ko'rinishi mumkin, lekin Ostikam shirinliksiz yasholmaydilar o'rtoqlar. Shuni hisobga olib qo'yinglar. 5 kun qiynarkanman de sizni. Rachi deyman aka. Nafsni yengishmi? Eng kuchli odam o'zini nafsini yenga olgan odam ukam. Ostikamni qiynash 1-kun. Aka, tuzukmisiz? Oson bo'ladi, 5 kun hech qanaqa shirinlik yemasa yuraman deb o'yladingizmi? Men iplosman-ku, aka. Mana qarang, sizga nimalar olib keldim. Yo'masangiz ham. Arni ham ochib yuboring Sulton aka. Nimani qildi bu? Voy! Voy, mamani. Ma'mulani qara. Mana shirin emas. Qaysi shirinmas? Shirinmas deb yeyapsiz ya, bittasini olib va voy Azat aka. To'xtang, tirs qilib qo'yamiz. Tirs. Ol qo'li. Nima mazza ekan bu? Ha, shirinlikni mazasi bu. Shirin choy ham mumkin emas aka bularga. Ha, yo'q-e. Voy. Qani. Voy no! Sen bunaqa qiynayman demagansan. Aka, men ichingizda iplos odamman. $200 shundan chiqib ketmaydi men jonchagimdan aka. Eng qizig'i bu birinchi kun aka, hali sizni shunaqa sinovlar kutyapti, shunaqa planlarim bor. Yo bitta yeb yutqizib qo'ya qolasizmi? Tashla. Deyman. Shu o'zaytgan gap aka. Erkak kishini nafsini yutgani nima edi? Ha, nafsini yuta olgan odam eng kuchli odam, ha. Osh bo'lsa mosh kichiriz aka. Lekin ovqatdan keyin shunaqa ketadi shirinlik. Ayniqsa issiq choylar bilan voy choy qo'yaman Sulton aka hozir. Mana sizga yarashishini qarang aka. Ozod meni ye deyapti-yu aka. Qarang hidlarini qarang. Voy! Limon otaman hozir. Qan. Senor yoqimli ishtaha, ol shirinliklardan. Senga mumkin-ku, to'g'rimi? Sen mazza qilishing mumkin-ku. Kimdirlar yo'maydi, kimgadir alamda bu narsa. Shunaqa ham bo'ladimi? Shunaqa kunlar ham bormi? Kelganimda o'zi aytdim, Ostakam bunaqa qiynamanglar, mumkin emas bu dedi. Birovni dilini og'ritma. Appetit bilan yeyishingizni qarang, dilini og'ritmadim. Voy. İboga $200 berib yutqizib ham shirinlik yeyveraman. Shirinlik yegim kelyapti mani, shirinlik. Mazza voy. Iboga berib yuboraman o'sha $200. Ostikamni qiynash 2-kun. Akajonim, yaxshi o'tiribsizmi? Nima olib kelding? Bir boshidan boshlaymiz. Qarang nimalar olib keldim sizga, akajonim. Qaysi biridan ichasiz? So'k shirin emas. So'ra patishklaringdan. Aka, shakari bormi ichida voy? Bez krasitel ekanda. Nechinchi kun bugun? Bugun endi 2-kun. Bitta xo'plab berasiz, bitta. Bitta bo'ldi. Bezgaz bormi? 3 kun yana, 3 kun ukam. Chidayman men, javob. Aka, bilaman, tan oling, qiynalyapsiz. Prosta ochasiz, bitta xo'playsiz. Bu qiynoqlar hammasi tugaydi aka. Balki sen bahora men shakar yemasdan sog'lom hayotga qaytayotgandirman deb o'zingizni aldayapsiz hozir. Nima farqi bor uni? Bular bo'lsa aka mana masjidda turadi, ko'zingizni o'ynatib, bemalol reelsingizni tomosha qilib. Sulton aka, men bilan olib chiqib keting, iltimos. İyi, zapalku okey. Ha. Yoramanmi? Shakari yo'q, siqirt, mal. Qaraylar o'rtoqlar, qanaqa narsalarga majbur bo'lyaptilar ekan. Mullarni ichmaganlar shakar suvlanadi. Men shakari yo'q, shirinliklar ham topaman hali qarab.
Ostakan oxirgi payt yuzlaridan quvonch yo'qolib qolgan, mana qarab ko'rsanglar bo'ladi o'zinglar ham. Shirinlik yo'q bo'lganiga hayotlaridan, kulishlar ham eslaridan chiqib qolgandi. Iltimos, ipo qo'y shirinlik yesinlar. Shomkalar qiyin bo'lyapti, urushib beryaptilar. Nervini yo'q qolgan sezayapsanmi? Da bu holatlariga to'g'risini aytsam, meni rahmim kelmayapti, chunki $200 bergim ham kelmayapti. Shuning uchun yozinglar, yana qanaqa yo'llar bilan qiynasak bo'ladi Ostakanmi? Ozod aka, okajonim, tuzimisiz? Qalaysiz, aka? Bugun 5 kun bo'pti. O'shanga men qo'limda $200 turibdi hozir. Jonim, chidadimmi? Yo, to'xtang, shoshmang. Siz oldin men videoni ko'ring. Sadosh yaxshimisan, tuzukmisan? Bab nasib qilmadi qara. Sadosh jo'natdimi? Sadoy senga rahmat kattaga, umringdan baraka top. O'g'il bola gap esimda yo'q edi. Ishon rostdan prosta mashina turuvdi deb qo'ydim. Keyin aytishdi menga. Shtir aka, davay. 4 kun yemadimmi? Sen menga $150 berasan. Men roziman. Yo'q. Men senga 200 bermayman. Siz yutqizib qo'ydingiz-ku. Bering, men uramanmi? Menga bering. Qasam ichib, agar yeb qo'ysangiz 200 berasiz degan gaping bormi? Uni bich unaqa qarama menga. Shunaqa degansiz-ku. Jinnimisan? Agar yemasangiz men 200 beraman degansan, bo'ldi. Men futsin bo'lib ketolmayman hozir shunda? Sen futsin bo'lmayapsan? Ha. Voy, nima futsin bo'lasan? Nima qiynalmading-ku? Men qiynaldim, shirinlik yemadim 4 kun. Voy. Yeb qo'ysangiz berasiz demagansan, yo'q? Aka, men sizni qiynashda rasxodlar qildim, bilasizmi? Qilmagin edi. Qilmagin edi. Menga kerak. Qasam ich, sen menga aka shirinlik yeb qo'ysangiz 200 berasiz dedingmi? U videoni ko'rish kerak, esimda yo'q. Dema, men esimda qoladi, bunaqa narsalar ukajonim, do'g'rirlar. Unaqa demagansan. Agar yemaganimda 200 yutib olardim. Nima minusda emas edim. Rostdan shunaqa deganman. Ha? Bilmayman rostdan. Sen 200 yutdim deb xursand bo'lyapsan. Menga naborot ber 150 4 kun yemaganimga. Nega men omadsizman, aytsam o'lamanmi o'sha gapni? Keyingi safar ayt, rostdan yemayman. 200 chiqib ketmasligi uchun. Bo'pti, bering qachonmi? Men rasxodlarni yopish kerak, aka. İballoh bo'ldi va